Surxondaryoda shov-shuvga aylangan avatar uzum ko'chatlari issiqxonasidamiz. Mana do'stlar, bu yerda yashiklarda tomirlatib olingan ko'chatlar. Mana shu eng yaxshi. Avatar degan sortimiz o'zi bizni qo'limizga kelib tushganiga ko'p bo'lgan, 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Tojikistonga kelganiga 5 yil bo'ldi. Oshiqroq. Manicure Finger, Lamborghini, Preobrazение erta pishar. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, do'stlar. Mana bugun biz mana shu yerda hozir 5 xil navli uzum ko'chatlari bor ekan. Bu manzil Surxondaryo viloyati Uzun tumanida. Mana shu tojikistonlik regarlik ustozlarda nimasidan o'rganib, mana shular bilan Tojikiston uzumlaridan mana shu yerda ko'chatlarni yetishtirib boshlagan. Mana juda ham ajoyib ko'chatlar. Mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana shular haqida sizlarga bugun video qilib obzorni qilib beramiz, do'stlar. Kuzatib borasizlar. Mana aziz do'stlar, mana shu yerda juda ham ajoyib bo'lgan uzum ko'chatlari. Bu yerda Avatar, Rizamat, Shohona, Manicure Finger, Lamborghini, Preobrazение erta pishar navlari mana shu yerda yetishtirilgan uzum ko'chatlari hozir juda ham yaxshi holatda tayyor bo'lib turibdi. Tayyorlari ham bor va yana tayyorlanyapti ham. Mana bu yoqlarda e'tibor berib qarasangiz, mana shu uzum ko'chatlari, Avatar. Shular haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Buni qanday ekilishlari, qanday parvarish qilishlari haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz, do'stlar. Mana qaysi oyda ekiladi, qancha vaqtda Surxondaryoda birinchi marta mana shunday uzum ko'chatlari yetishtirilyapti. Bu haqida hozir dehqon akamizdan ma'lumot olib o'tamiz, qanday ekilishlari haqida. Mana do'stlar, bu yerda yashiklarda tomirlatib olingan ko'chatlar. Mana shu eng yaxshi tomirlagan tomirlarni olar ekanda, keyingi yashikdagi tomirlamaganlarni keyin mana bunday keyingi yashikka qadab qo'yar ekan. Bular ham tomirlab chiqadi. Tomirlab chiqqandan keyin alohida mana bu tomonda yaxshi tomirlagan ko'chatlarni mana bu qizlarimiz mana shunday qilib yashiklarga, ko'laklarga solib, ustidan suv solib yana tomirlatib qo'yishga qo'yar ekan. Mana ko'chatni tayyorlanish jarayoni xuddi shunday davom etadi. Mana qarang, tuproqni to'ldiryapti. Bu ildiz chiqargan ko'chatlar. Mana shunday qilib yashiklarga joylab, ustidan suv sepib, ko'kartirib chiqaradi. Mana aziz do'stlar, juda ham ajoyib bo'lgan tayyor ko'chatlarimiz. Bu yerda 5 xil navli ko'chatlar bor. Shov-shuvga aylangan. Mana hamma joyda avatar ko'chatlari bir ham ajoyib bo'lib turibdi. Manicure Finger, Rizamat ya'ni Shohona degan ko'chatlarimiz bor. Lamborghini, Preobrazение, bu erta pishar ko'chatlarimiz mana shu yerda tayyor bo'lgan. Kimga kerak bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilib olishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum, Muhammad Zohir aka. Hurmatli tomoshabinlar, mana tojikistonlik uzumni otalari hisoblangan, dehqonchilikda uzumda Tojikistondan o'tadigani yo'q. Mana shu nimalarda shogirdi hisoblangan Muhammad Zohir akani ko'chatxonasidamiz. Mana Muhammad Zohir aka, mana shu ko'chatlaringiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Mana avatar ko'chat haqida ma'lumot bersangiz birinchi bo'lib. Trendga aylangan uzum ko'chatlari.
Ha, bu avatar degan sortimiz o'zi bizni qo'limizga kelib tushganiga ham ko'p bo'lgan yo'q, 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Tojikistonga kelganiga 5 yil bo'ldi. Oshiqroq 5 yillar bo'ldi. Aha. Qariyb 3 marta hosil olsa bo'ladi-da. Mana shu preobrazение. Preobrazение 3 marta bo'lar ekan. Endi birinchi hosili o'ta zo'r bo'ladi. Keyingilari biz uni duvarak deymiz. Duvora ham deyishadi, duvarak deyishadi, lekin duvaragi ham o'sha обычный oddiy Husaynalarni donadan yirik, katta bo'ladi. Bo'ladi ish qilib. Endi mana shu preobrazение uzum nimalari asli Ukrainadan kelganmi yoki Tojikistondanmi? Preobrazение u nomi bilan ham o'zi Ukrainadan kelgan-da. Shu mana shu Tojikistonlik hoji bobolar olib kelishgan, hoji akalarimiz olib kelishgan. Yaxshi. Bilsangiz, ana bu Tojikistonda muhtaram yurtboshimiz bordilar, haligi 2017-yilmidi? G'ulom hoji. Yo'q, Ne'mat hoji bobo. Ne'mat hoji bobo. O'sha Ne'mat hoji bobo bizni katta tog'amiz bo'ladilar. Onamiz, ukalari bo'ladi. O'sha odamlardan ko'p narsani o'rganganmiz-da. Keyingi masala ota-onani duosi ham kerak bo'ladi. Albatta. Dehqonchilikda. Albatta. Dehqonchilikda emas, boshqa hamma sohada ham. Albatta. Natijaga erishish uchun, natijani ko'rsatish uchun bu narsalar oddiy bir sabab. Ularda ota-onani duosi juda ko'p kerak bo'ladigan narsa. Albatta, albatta. Mana endi hurmatli do'stlar, mana shu Muhammad Zohir akamizdan yaxshi mutaxassis, mana shu tojikistonlik uzum bo'yicha dehqonlarning shogirdlari hisoblanadi. Mana shu akamizdan bemalol agrotexnikalarni ekishlari, kesishlari hammasini ma'lumot olib, O'zbekistonda katta bog' yarataman degan mana shu dehqonlarimizga mana shu akamizni tavsiya qilib qolamiz. Ko'chatlari bor qancha desangiz, albatta o'zining beminnat mana shunday samimiy o'zining tajribalarini siz bilan bo'lishishga tayyor mana shu akamiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Yordam qiladi. Chiroyli suhbat uchun rahmat aka. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Aziz do'stlar, mana hozir dehqon akamiz Muhammad Zohir akadan uzumlarni qanday ekish haqida ko'rsatib beramiz. Dehqon akamizni o'zi ham shu yerdalar. Hozir o'sha haqida, uzumlarni qanday ekish haqida, qaysi vaqtda ekish haqida ko'rsatib beramiz. Bu hozir ko'pchilikka qiziq bo'lyapti buni ekish nimalari. Ekish tartiblari. Xo'p, qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Ekish tartibi, stakan. Mana shu stakanchik deymiz, bir suvga botiriladi ekishdan oldin. Ekishdan oldin suvga yaxshilab botirib turiladi. Xo'p, buni videoda ko'rsata olmadik. Tog'oraga yoki biron idishga botiriladi-da, suvga. Ha, suvga. Keyin yerda. Tayyorlangan yerda dorisiz, mineral o'g'itsiz yoki mahalliy o'g'itlarsiz toza yerga, go'nglarsiz, ha. Shu holatda bo'ladi. Shu holatda bo'lgandan keyin siz buni menga yordam qilasizmi? Ochib buni shu yerdan. Ana shunday ochiladi. Xudo xolasa keyin shu o'rnatiladi. Mana shu tuproq ham o'zi bilan ketish kerak. O'zi bilan ketish kerak. Mana shu endi bunga suvni shunday quyish kerakki, ushlab turamiz. Atrofidan shunday suvni quyib, keyin sekingina sho'mib qo'yamiz. Xudo xolasa yashab ketadi. Mana ekish jarayoni shunday bo'ladi. Oddiygina usulda. Shu pomidor ekilganda, bodring ekilganda, bolgarskiy ekilganda birinchi yiliga hech narsa solmaslik kerak. Go'ng, mineral o'g'it, organik o'g'itlar kerak emas. Hech narsa kerak bo'lmaydi. Bu faqat toza tuproq, quyosh, suv, ozgina mehr kerak bo'ladi. Bo'ldi, yetarli o'zi shu. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Mana aziz do'stlar, bir-biridan ajoyib uzum ko'chatlari, ya'ni 5 xil uzum ko'chatlari bor mana shu yerda. Kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib,
bemalol olishlaringiz mumkin. Surxondaryo bo'ylab, respublika bo'ylab dostavka xizmatlari bor, albatta. Sog' bo'lingizlar.